Assalomu alaykum. Men Tojiboyeva Aziza, Kimyo texnologiyalari instituti 1-kurs magistrantiman. Men tanlagan dissertatsiya mavzuyim bu tabiiy fosforit va selit asosida ekologik toza kompleks mineral o'g'it ishlab chiqarish texnologiyasini yaratish. Ushbu mavzuning dolzarbligi shundaki, hozir bilamiz, qishloq xo'jaligi rivojlanmoqda va hosildorlikni oshirish uchun o'g'itlarga ehtiyoj katta. Ammo kimyoviy o'g'it ishlab chiqarilganda, ko'p qo'llanilganda qishloq xo'jaligida tuproqni ifloslab qo'yadi va ekologiya uchun ham turli muammolar yuzaga keltiradi. Shuning uchun ekologik xavfsiz tabiiy xomashyolar asosida o'g'itlarga hozirgi kunda talab juda ham yuqori. Mening ishimning maqsadi fosforit va sialitni birlashtirib, samarali va ekologik toza kompleks o'g'it olish. Fosforit bu o'simliklar uchun muhim fosfor manbai bo'ladigan bo'lsa, sialit tuproq tarkibini yaxshilaydi, oziq moddalarni ushlab turadi va o'simlikni asta-sekin yetkazadi. Tadqiqot vazifalarim bu xomashyolarni tahlil qilish, optimal aralashmalar nisbatini aniqlash, tayyor o'g'itni sifatini baholash va uni o'simliklarda sinab ko'rish. Yaratgan gipotezam asosi, ya'ni fosforit bilan sialit birgalikda qo'llanilganda o'g'itning ta'sirini kuchaytiradi, hosildorlikni oshiradi va tuproq barqaror saqlanadi. Bu tadqiqotlar natijasida yaxshi o'g'it oladigan bo'lsam, natijasi qishloq xo'jaligining iqtisodiy samaradorligi oshadi, ekologik xavfsizlik ta'minlanadi va tuproq unumdorligi ham ancha oshadi.